Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolari, mehmonlariga. Mana xudo xolasa biz Tojikistonga Xo'jand shahriga yetib keldik. Bu yerda o'sha 38 ming dollarlik avtomat liniyamizni ustanovka qilyapmiz. Bu yerga kafelniklar chiqarish uchun ham abordiyni olib kelganmiz. Shunga zablogimizda mikseri, bu yerda bolalar kelib, relslar o'rnatib ketishgan. O'zimiz xudo xolasa puska nalatkasiga keldik. Avtomat reskalar ustanovka qilingan. Mini reskalar ustanovka qilingan hammasi. Tayyor holatda startda turibdi. Mana inshaalloh 2-3 kunda yurg'izdirib topshiramiz xudo xolasa. Hozir kran kelyapti. Bu bochkani ko'tarib qo'yamiz. Elaklari hamma narsasi komplekt holatda yetib kelgan. Semiy yomg'ishlargacha o'zimizdan kelgan O'zbekistondan tayyorlab qo'ydik. Mana betonlarni, taylarini tayyorlab berishgan. Beton yomg'ish mana filtrlarigacha qo'yilgan. Ba'zida shuni filtr qilib, xullas kimga mana shunaqangi liniyalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar, ustanovka qilib. Xudo xolasa mana stashka qilib berishdi. Liniyani olib kelib shunda o'rnatib qoqib beryapmiz anker bilan. Mana xudo xolasa shunaqa holatda chiqyapti. Mustahkamligi o'ta mustahkam. Mana shu holatda ustanovka qilib beramiz. Kimga mana shunaqa liniyalar qiziq bo'lsa bemalol ekran tagiga telefon raqami qoldiramiz. O'sha raqamga murojaat qilib narx-navosini so'rab kelishilgan holatda ustanovka, dastavka holatlarini ham gaplashamiz. Hammasini chiroyli qilib beramiz. Endi bu videoning davomini shu ustanovka jarayonlarida davom ettiramiz. Hammani ishlariga rivoj, ko'rganda ko'rishguncha.